Kunlar splitda, Ha, dadasi. konsertni qo'yish kerak. Qayerga qo'yamiz? Bolalarning xonasi, mehmonxona, bizlarning xona, ukamlarning xonasi yoki holga? Bizani xonaga. Yo'q. Juda dimki bu xona, ha? Yo, shu yerga qo'yamizmi bolalarning xonasiga? Dadasi bachani shamollaydi, o'zimiz xonaga qo'yaylik. Mehribon ona o'z farzandlari uchun boridan kechishga rozi. Shu bolalar shamollab qolmasin deb yagona konditsionerni mayli, chidayman, o'zimni xonamga qo'ysinlar. Dadasi, unaqa emas. Mehmonxonaga qo'yamizmi? Dadasi, mehmon o'zi kam keladi-ku, mana derazani ochamiz, tamom. Haqiqiy mehmondo'st inson. Uzoqdan terlab kelgan odamlar shamollab qolmasligi uchun shu sovuq havoni o'ziga ravo ko'radi. Rahmat sizga, boringizga shukur. Ha, dadasi, nima qiladigan bo'ling? Premier konditsionerlari diskont do'konlariga eng arzon narxda keltirilar ekan. Oyiga 459 mingdan to'g'ri keladi. Shu uchun birdaniga 4 ta oladigan bo'ldik, sofdek inson. Dadasi. Ha? Dadasi 211 litrlik Premier xaridorlarga oyiga 250 mingdan to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, Shundan bitta olaylik. kimning xonasiga? Oshxonaga, boshqa xonaga kerak emas. Qimmatga olma, diskontdan ol.